Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugun sizlar bilan Resident Passage 1 praktика qilamiz. Shu eng ko'p ovoz to'plaganligi sababli. Так, и bu o'sha moral Sanchek rating hisoblanadi va Alsa tushish ehtimoli juda ham yuqori bo'lgan. Inshaalloh yaqin orada tushib qolish ehtimoli ham bor. The history of barcode haqida gaplashar ekanmiz. Tak, birinchi bir savollarni aytib borishimiz kerak bo'ladi. As you can see guys, so here we have from 1 to 8 fill in the gaps, ya'ni gaplarni to'ldirib chiqishimiz kerak 1 dan 8 gacha, и 9 dan 13 gacha true false not given ekan. So first of all, we have to analyze the keywords. Yani полный tekst o'qib aniq o'tirishimiz shart emas. Scan qilib turib ishlab tashlaymiz. Ko'rayotgan bo'lsakda, bu yerda hozir bizning asosiy informatsiyamiz yani yil 1958 1948 dan 52-yilgacha bo'lyapti. Va first system and second system, ya'ni ikkita sistema haqida ketayotgan ekan va har bittasini nima qilishimiz kerak, analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Qaysi biri nima to'g'ri keladi. So first system uses ultraviolet light and a special type of nimadir ko'rayotgan bo'lsak, ultrabinafshali nurni ishlatgan, hamda yana nimadir ishlatgan ekan. Va problemlari nima bo'lgan ekan? Bu muammolari yana expensive bo'lgan ekan va shu doimiy bo'lgan, not permanent bo'lgan. Mana shu narsani analiz qilib topishimiz kerak bo'ladi. Barcode и так вот unaqa так qisqacha haqida informatsiya bor. The problem is associated with the two principal thinking and и вот mana the first idea ko'rayotgan bo'lsak, mana birinchi ideyasi deyapti. Ko'rayotgan bo'lsak, nima qiladi? Demak, javobimiz mana shu yerdan boshlanar ekan, birinchi ideyasidan. Так. So the first idea ko'rayotgan bo'lsak, birinchi ideyasi nima bo'ldi? Was to use pattern printed with an ink water that would glow under ultraviolet light dot ko'rayotgan bo'lsanglar o'sha ishlatish bo'lgan ekan nimani patterns printed dot ya'ni o'sha shakllar print qilingan nimani ink bo'lyapti bu narsa nimaga bo'lgan ya'ni ultraviolet light bilan bo'lgan. So that's why the answer is gonna be ultraviolet light and the special type of nima bo'lib ketadi o'sha просто ink bo'lib ketadi. Ink degani bu siyoh degani. Next, keyingisiga davom etadigan bo'lsak, что o'qib turamiz. Ikkinchisi problems expensive not permanent bo'lgan ekan. Ko'rayotgan bo'lsak, the bill the battery says the concept it worked but the printing costs were very high deyapti. Ko'rayotgan bo'lsak, ya'ni printing juda ham anaqa bo'lgan, qimmat narx bo'lgan, ya'ni bu is synonym for expensive and the patterns faded over time. Patterns faded over time degani shu uzorlari nima bo'lgan, vaqt o'tgan sari yo'q bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan deyapti, o'chib ketgan deyapti. Ya'ni bu narsa not permanentga synonimlar. Ko'rayotgan bo'lsak, mana mashtgacha bo'lgan, ya'ni overtimegacha bo'lgan javoblarni birinchi gap tugatib oldik. Endi keyingisi the second system haqida bo'lyapti. Based on the technology used in Morse code, ya'ni Morse alifbosini to'chkan tik 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 qilib naqllanadigan kod hisoblanadi bu. Svetida kinoda ham bor. Based on the technology used in Morse code and also for the something of films. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda for bu yerda noun of noun. Grammatika bo'yicha kinoni nimadirri bo'ladi. Shu hisobga bu yerga noun qo'shishimiz kerak. Va bunda ham problemi bor. Ya'ni problemslar ko'rayotgansizda qimmat bo'lgan bu ham va yana nimadir bo'lgan ham bu yerga nima qo'shishimiz kerak? Predlagательный qo'shishimiz kerak. Mana shu tur so'zdan turib analiz bo'lsanglar ham o'zingizga ancha удобный bo'ladi. Misol uchun 2-3 ta variantda kelib qolsa, sortirovka qilib turib to'g'ri variant topib olishdan koeffitsiyentini oshib beradi, yaxshi bo'ladi. So nonetheless, the work continued work by day. After several months of work, they came up with a liner barcode. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana using elements from the two established technologies, Morse code. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerdan o'sha ikkinchi etapi boshlanib ketyapti. In which letters and numbers are coded into a system of dots, ya'ni shu tochkalar anaqasi bo'yicha and dasheslar bo'yicha. Ya'ni tochka yoki anaqa chizuv bo'ladi. And the method used to record ko'rayotgan bo'lsa method yana birinchisi bo'lyapti, birinchisi bilan Morse code bo'lyapti. And also for the and the method used for to record nimani soundtracks in movies. Ko'rayotgan bo'lsanglar nima kinodagi soundtracklar bo'lyapti ham shu films bo'lyapti. Synonym for movies is films. Shu hisobiga javob просто tak soundtrack bo'lib ketadi. Soundtracks. Spelling anaqa degan xat yo'q. O'zingizdan kopировать qilib qo'yganlar yaxshiroq bo'ladi. And ikkinchisi problemslar qimmat yana nimadir bo'tadi. Patent idea in the 1952 describing the innovation in article classification through the medium of identifying patterns. But the cost, ko'rayotganingiz the cost yana bu yana o'sha qimmatligi expensive bo'tadi. Together with the fact that their scanning equipment was rather unreliable. Ko'rayotganingiz ham narxi bo'tadi. Shu nimasi bo'tadi? Ya'ni ularning equipmenti nima bo'lgan? Ya'ni unreliable, ya'ni ishonchsiz, unaqa ko'p tabiriy olmagan, ishonilmagan degan ma'noni bildiradi. Shuni hisobiga ko'rayotganingiz javob nima bo'lib ketadi? Просто unreliable bo'lib ketadi. Reliable. Made the idea non-started at the time. Okay, tak shunaqa turib 1 2 chiqib oling. Keyingisi 1970 dan boshlanyapti.
Okey. Tak, 1970dan davom etamiz. И вот availability of cheaper something ko'rayotgan bo'lsa 1970da уже mana bu yerdan boshlanayotgan ekan. Nimadir arzon, nimadir bo'lishi, ya'ni bo'lishi meant scanning technology spread more widely dot ko'rayotgan bo'lsada, ya'ni scanning technology keng tarqalib ketishiga sabab bo'lgan ekan. Nima bo'lishi, arzon bo'lishi. Scanning system made little progress until 1970-yilgacha little progress qilgan, ya'ni bu degan tez tarqalmagan, ya'ni didn't spread more widely bo'ladi. When the lazerlar became affordable bo'ldi, qachonki lazerlar affordable bo'lishni boshlagandan keyin уже tez tarqalib ketgan. But the availability of cheaper is the synonym for affordable ga sinonim bo'ldi. Nimani arzon bo'lishi lazerlarni o'shani hisobiga javobni burasi nima ketadi? Lasers bo'lib ketadi. Okay. Lasers. Next, bunda muammo nima bo'lyapti? Lack of nimadir in code system, ya'ni code systemda lack degani, ya'ni kam yoki umuman yo'qligi nimadir. Following this, various systems came into use around the world in storage libraries, factories, and the like, each with its own property code. Ko'rayotgan bo'lsam, mana kodida. But there was no standardization dot ko'rayotgan bo'lsak, lekin nimasi bo'lmagan, standardization bo'lmagan o'shani hisobiga. There was no the synonym for nimaga bo'lib ketadi, lack of ga bo'lib ketadi. O'shani hisobiga javob просто standardization bo'lib ketadi. Tak, ozgina spelling anaqa handwriting ozgina xunuk bo'lib ketyapti. Mishkada yozaman, o'shani hisobiga tak. Mana xullas 5-savolga javob bo'ladi. Keyingisi bunaqa bo'ldi. Keyingisi ko'rayotgan bo'lsanglar advantages of barcode system haqida ketyapti. Уже plyuslari haqida. Menimcha bu yoqda уже полный 1970-yilgi statistikada berilgan. Shu hisobiga bu yerda unaqa bo'lmagan. Tak, keyin tak qidirib davom etamiz уже buni. И bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar what advantage of barcode system. Supermarketda needed to spend less on labor. Ko'rayotgan bo'lsanglar laborda kamroq vaqt anaqa qilishga muvaffaq bo'lishi, ya'ni kamroq vaqt sarflashi ham anaqa yetarli bo'lgan. The nimadir of checkout bu yerdan ko'rayotgan bo'lsak noun of noun bo'ladi, ya'ni checkout ya'ni increase dot, ya'ni checkoutdan nimadiri o'shani nima bo'lgan, oshgan bo'ladi, ya'ni tekshirishi boshqa qilishi oshgan nimadir. And G inventories was much cheaper. Ko'rayotgan bo'lsak inventorieslar nima bo'lgan, ancha narxlari tushib arzon bo'lib qolgan. The committee considered what the committee haqida, barcode haqida xulosalar, Colorado and using Colorado rights central point, owners agreed on see common black lines, numbers, full ideas, develop it, I got some images of language, massive scale, proportion good, the business didn't need government to scale the investors involved with blah, blah, blah. Okay, employees with the boss narsalar haqida ketyapti. On John who complete the standards were set in supermarket paper for retail products sold out with the help of barcode scan decades. Okay, with the retail products supermarketda qo'yishni boshlagan, decades of investment of confidential relatively understood and every equipped store. Okay. И вот ko'rayotgan the advantages of the system. Yana bitta qaytarib ya'ni reading o'zi bunaqa qilinmaydi. Men просто более tushunarliroq bo'lish uchun anaqa hamma informatsiyani detalniroq, ya'ni maksimum kengaytirib, yosodroq turib tushuntirib berish maqsadida mana shunaqa birinchi polniy zadaniyani qilyapman. Buni qilib bo'lgandan keyin true false not gamega fokus qarataman. O'zi aslida unaqa qilinmaydi rejimda, ya'ni уже level ancha baland bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 7+ chiqayotgan bo'lsa, u narsani 7,5 8+ olib chiqmoqchi bo'lsangiz, unaqa iloji boricha bitta paragraf o'qib, keyin hamma savolga bitta qo'yib chiqish kerak. U strategiya bo'yicha inshaalloh keyinchalik gaplashamiz. Ya'ni mana shunaqa qilinar ekan deb o'ylayman. Просто hozir scan qilib turib, ya'ni ключевой so'zni analiz qilib turib, shu bo'yicha polniy bitta ishlashni anaqasida metodikasi bo'yicha qolamiz. Bunda asosiy maqsad просто readingni umumiy comprehensionni kuchaytirib, 100% hamma narsani tushungan holatda hamma savolga javob berish. Ko'rayotgan bo'lsa plus tarafi, ya'ni barcode system plus taraflari needed spend less on labor water were not clear immediately. School services customers remain suspicious. Some customers believed the barcodes were a formal surveillance. During the early weeks, business with run the headline. Failed, however, the venture became apparent. It turns out there were massive savings in labor and other areas. Okay, yes. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana massive savings in labor and other areas of the massive saving. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni уже laborga, ya'ni ishchi kuchiga nima bo'lgan, kamroq sarflagan oddiy. Bu yerdan ko'rayotgan bo'lsanglar, kamroq sarflagan sinonim nima bo'lyapti? Ya'ni savings bo'lyapti, ya'ni tejab qolgan. Yani this include checking out items, ko'rayotgan bo'lsanglar, checking out items, ya'ni bu ikkinchisi bo'lyapti, check outlar.
aytsimizlarni twice the speed dotni compared to using traditional equipment dot ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni o'sha nimalarni aytsimizlarni check out'i dotni что 2 baravarga oshgan compared to using traditional equipmentlarni ishlatganga nisbatan dot va shuni hisobiga nima dot, ya'ni o'chirtlar kamayib ketgan dot. Endi savol bo'ldi, aytimiz bo'ladimi yoki tam nima bo'ladi? Speed bo'ladimi? Bu yerda item source xato bo'ladi. Nimaga xato? Chunki the item source checkout bo'lmaydi, increased emasda. Ya'ni bu yerda itemslarni tekshirishi nimasi oshyapti overall? Bu yerda increase bo'layotgan narsa bu yerda speed bo'lyapti. Ya'ni tez tekshirishni boshlagan. Shu hisobiga speed bo'lib ketadi javob. Va keyingisi tak present day, hozirgi kunda present day, bu hozir degani bu ko'rayotgan samolyotdan boshlanadi samolyot. Retail users of barcode include, ya'ni barcode foydalanuvchilar kimlar bo'lyapti? Retail companieslar, airlineslar, staff in hospitalslar, participants in, ya'ni nimadir degan qatnashuvchilar bo'lyapti, scientistlar studying, o'rganayotgan nimadir. Passenger luggage уже airlines bo'lib ketadi. Staff attract babies, insurance right, babies go home from the hospitals, bu тоже staff in hospitals bo'lib ketadi. Runners in major marathons ko'rayotgan bo'lsanglar, runners kimni sinonimi? Participant sinonim bo'lyapti. Qattiga participantlar bo'lyapti, marafondiga. Shu hisobiga javob bo'lib ketadi. Marathon bo'lib ketadi. Oxirisi scientist studying deyapti. Barcodes on their websitelarga librarians rely on them. Bibliotekachilar ham bunga rely bo'ladi. And tiny barcodeslar have been mounted on bees, ya'ni beeslarga ulangan data by researchers to track their movements ko'rayotgan bo'lsa-da, ya'ni researcherlar, ya'ni scientistlar kimlarga qilib qo'ygan ekan? Beeslarga, ya'ni arilarga. Nima uchun? Ya'ni track qilish uchun ularni направлениясini boshqasini. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsa, shu researcherslar, ya'ni scientistlar ham study qilish uchun foydalangan ekan. Kimlarni, nimalarni? Arilarni. So that's why the answer is gonna be bees bo'lib ketadi. So guys, ko'rayotgan bo'lsanglar, tak 1 dan 8 gacha filmda gaplarni qilib tashladik. Inshaalloh mana shu narsa o'zidan layoutlarni ham ko'rib o'tirmadim. Tak, umid qilamanki hammasi tushunarli bo'ldi, savollar yo'q. Tak, endi sekin true false not given ga o'tamiz. True false not given da, tak, nima bo'lyapti? Ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi savolimizda birinchi savolda tak, Bernard Silver was invited to develop a system for capturing product information by the president of a food chain. Bernard Silver xullas nima qilyapti? Taklif qilyapti, чтобы nima qilish uchun sistemani, ya'ni capturing product capture qiladigan product informatsiyasini capture qilib beradigan sistemani develop qilish uchun taklif qilingan kim tarafdan? Food chainlarning prezidenti tarafidan. Bu asosiy narsa shu narsa bo'lyapti. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu narsani develop qilish bo'lyapti. Mana bu narsani nima qilish, develop qilish bo'lyapti. Mana buni taklif qilishgan. Kim taklif qilyapti? President of Food Chain anaqa taklif qilyapti. Endi o'qisak, tak mana bu yerda Bernard Silver bor ekan, tak mana bu yerda capturing product information bor. Ya bu yerda president of a food chain bor. Demak, javobimizda katta ehtimol bilan mana shu o'zida. The first step towards today barcode came in 1948 when the Bernard Silver, a graduate student in the USA, USA'dagi o'sha bitiruvchi o'quvchi, overheard a conversation in the halls. Overheard degani qulog'im tashlanib qoldi yoki to'satdan eshitib qoldi, chalinib qoldi qulog'im, o'shanga o'xshagan narsalar. Eshitib qoldi, ya'ni heard by chance, tasodifan eshitib qolgan. In the halls of Philadelphia Drexel Institute of Technology, the president of a food chain was pleading with the professor daughter to undertake the research. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda develop research qilish uchun kimlar qilyapti? Ya'ni men president of food chain boshqa bitta, ya'ni shu institutga professor bilan gaplashyapti-da, men Bernard Silver просто nima qilib qo'ygan, u narsani eshitib qolgan. Automatically, so check out, can the professor turned down the request, but the Bernard Silver mentioned the conversation to his friend Norman Woodland. Keyin undan keyin bu Bernard Silver ani borib o'rtog'iga aytib bergan. Demak, bundan kelib chiqadi, что bu yerda not given qilinadi, chunki hamma informatsiyada bor. Bu yerda bitta bo'layotgan narsa, что President Food Chain mamini invite qilmagan. Bor, ya'ni bu просто o'zi eshitib qo'ygan. O'shani hisobiga nima bo'ladi javob? Просто false bo'lib ketadi. Okay, next. A committee set up in the 1970s said barcodes should be easy to use and not too expensive. O'sha komitetlar shu anaqa qilishgan, ya'ni setup bo'lgan komitetlar ishgan 1970-yilga, shu barcodslar ishlatish uchun oson bo'lishi kerak, juda ham qimmat bo'lishi kerak emas soatda. Bu narsani tak mana bu yerda 1970 dan boshlab o'tadi. Navbatda komitet haqida informatsiya yo'q edi.
Committee consider more than a dozen versions of barcodes, including one based on multicolored dots and another using a design with the lens radiating from a central point. The Donors agreed on a UPC combination of black and the white lines and the numbers based on the one's ideas, but okay, what developed by BNB who have listened and describe the barcodes. Okay, اسمنا متى مشروع تاني جنجو. Pivot من متى كورسات develop IBM Alan Habermas who headed the subcommit who headed subcommit as a president of First National Stores described the barcode as a kind of world language barcode bu world language hisoblanadi that worked for everyone hamma uchun ishlaydigan. He recalls proudly we showed that it could be done on a massive scale. The cooperation was possible for the common good, and the business didn't need the government to show off. Okay, technology can be done. Yo, kutubxonada mana shu joydan. Tak, keyingi savolga qarab ketib qoldi. Boom, 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 boom. Yes. Mhm. So committed up in the 1960s, 1960, affordable for when the war was structures like all the properties and resolution, customer growth, committed Barcos became known for the product called UPC, the Horde of Committee. Yes, man. For the bottom organ committee guidelines were a few basic principles basic and all the principle bor edi to make life easier for the cashier and cashierlar uchun osonroq bo'lishi shunda barcodesda would have to be readable from almost any angle ya'ni har bitta burchakdan o'qishga oson bo'lishi kerak deyapti and at a range of distance ya'ni uzoqdan ham o'qiladigan darajada bo'lishi kerak because it would be produced by the million millionlar tarafdan ya'ni ko'plab produce qilinadi and the labels would have to be cheap and easy to print. Ko'rayotgan bo'lsa, labels nima bo'lishi kerak? Arzon bo'lishi kerak va print qilishga juda ham oson bo'lishi kerak. Va nima bo'lishi kerak? Affordable. Yana arzon bo'lishi kerak. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda nima deyapti? Что easy to use bo'lishi kerak, ya'ni ishlatishga oson, ya'ni bu yerda readable, hamma angledan, даже uzoqdan ham bo'lishi kerak. Bu tak easy to usable bo'lyapti. And not too expensive, not too expensive. Har taraflama, ya'ni ko'rayotgan bo'lsanglar ham print qilishga oson va arzon bo'lishi kerak, hamda oddiy общий arzon bo'lishi kerak deb turib aytyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, to'g'ridan to'g'ri buni javobi nima bo'ldi? False bo'ldi. Buni javobi to'g'ridan to'g'ri nima bo'lib ketadi? True bo'lib ketadi. Okay, next keyingisi. Tak, o'tib ketib qolamiz ozgina. Okay, Alan Haberman disagreed with the government policies on business matters. Da buni ham aytadi. Вот Alan Haberman nima bo'lyapti? Ya'ni disagree bo'lyapti. Disagree bo'lyapti. Nimaga disagree bo'lyapti? Tak, disagree bo'lyapti with the government policies da. Nimasi bo'yicha? Business matterslari bo'yicha. Вот ham tak, Alan. Barcode language, Alan Ewart, who headed the subcommittee as the president of the First National Stories, described the barcode as a kind of world language data that worked for everyone. How much he recalls proudly, we showed that it could be done on a massive scale. The cooperation was possible for the common good to and that business, Manamashi business, didn't need the government to show them in the right direction. Yani как biz o'zimizni qildik va o'sha hisobiga bu biznes, ya'ni hukumatda как оно направление ko'rishi yoki там anaqa direct qilishi, to'g'ri yo'nalishlarni ko'rishi kerak emas. Uni ya'ni oddiy qilib aytganda hukumatda supporti yoki boshqa yordami kerak emasligi. Ya'ni o'z-o'zimizda massive scale qildik deyapti. Bu yoqda nima deyapti? Bu yerda disagree bo'lyapti with the government policies on the business matters, ya'ni business matterslariga taalluqli bo'lgan mamlakat government policy-lariga qarshi chiqyapti. Nima ekan bu yerda? Birinchidan shunaqa government policy-lar haqida mention qilayotgan informatsiyani va bu yoqda shunaqa ham qarshi chiqish haqida informatsiya. Ya'ni bu misol uchun qonunga qarshimi yoki qonunga e'tirozi bormi yo'qmi? Просто aytyapti, как o'zimizga qo'yib bersin, o'zimiz aniq qilamiz, ya'ni ularning yordami kerak emas deyapti. Lekin qarshiman, boshqa narsaman degan narsa yo'q. O'shani hisobiga biz nima qilamiz uni? True ham qila olmaymiz, false ham qila olmaymiz, oddiy bo'lib ketadi. Many grocery outlets were unable to afford the necessary scanning equipment. Ya'ni o'sha barkodni scan qiladigan equipmentlarni, ya'ni tam tirs etib uradigan anaqalar bo'ladi, tam pistoletmi yoki o'shanga o'xshagan magazinlarda ham bor. Ular shu scan qiladigan equipmentlarni nima qila olmagan, sotib olishga unable bo'lgan, sotib ololmagan turib beryapti. Kimlar? Many grocery'slar.
Involvement of the barcode revolution was huge. Each of the tens of thousands of grocery outlets in the USA had to spend deyapti. Ya'ni o'sha mingtadan o'nlab anaqalari tam $2,000 anaqa ishlatish kerak edi. Nima uchun? Scanning equipment ketyapti. Chancellor had to install new data processing centers and retrain their employees. Printers had to develop new types of ink, blades, and other technology to reproduce the code with the exact tolerance it requires. And manufacturers had to spend millions of dollars a year on the label sotini. Lekin bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqa ishlatish kerak, nima qilish kerak, boshqa qilish kerakligi haqida informatsiya bor. Lekin bu yerda ko'plab groceryni sotib olganmi, sotib olmaganmi, shu narsa haqida ham aytayotgani yo'q. O'sha hisobiga javob nima bo'lib ketadi? Not given bo'lib ketadi. Marhamat berib yaxshilab o'qisanglar. Agar qaysi joyga tushunmay qolgan bo'lsa yoki tezroq o'tib ketgan bo'lsam, bemalol kommentariyada savollar bo'lsa yozsanglar, inshaalloh batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Va oxirgi savol qoldi. The advantages chiqib qoldi. The advantages of the new barcode scanner took some time to be accepted by the user. Ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha narsani plyus tarafi tan olinishi uchun ozgina nima kerak, vaqt kerak bo'lganda. Tak, mana shu o'qidik. And all the tests were done, all the proposals were complete, and all the standards were set. Anaqa supermarket Okyodagi single pack of juice fruit chewing gum became the first retail product sold with the help of barcode scanner. Ko'rayotgansa, ya'ni Okyoda birinchi ishga tushirilgan ekan, ya'ni sotilgan ekan. Decades of the shillings and the billions of dollars investment now became practical reality. The barcode on any product could be read and understood in every zero. The advantages of the system were not clear immediately. Ko'rayotgansa, ya'ni plyus tarafi boshida anaqa bo'lmagan deyapti, ya'ni tan olishmagan yoki tushunish olmagan potensiallarni, plyus taraflarini. As a wholesalers, retailers, and the customers remain suspicious. Some customers believed barcodes were a form of surveillance. During the early weeks, Business Week magazine ran the headline, "The supermarket scanner that failed." However, the benefits, and plyus taraflari eventually became apparent. Evident, ya'ni keyinchalik va в конце концов va nihoyat oxirida nima bo'ldi? Ya'ni plyuslarni anaqa qilishdi, tushunib yetishdi, boshqa qilishdi, ya'ni shu plyuslarni anaqa bo'ldi, tushunarli bo'ldi deb turib potensiali. Shu hisobga ko'rayotgan bo'lsak, ya'ni bunda ham nima bo'lgan? Boshida unaqa clear bo'lmagan, unaqa ishonishmagan, keyinchalik o'zi ishonish boshlagan deb shu hisobga nima bo'ldi? Ozgina vaqt olgan, чтобы accept bo'lish uchun deb shu hisobga uncha javobi true bo'lib ketadi. Tak. O'ylayman, что manfaatli bo'ldi, foydali bo'ldi. Agar pastga juda ham qanaqadir savollar bo'lsa, inshaalloh kommentariyga yozsanglar, bularni ham chiqarib berishdan xursand bo'lardim.